Assalomu alaykum. Ahmadjon Uz kanalining ashaddiy obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar. Akalar, bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani, Arzonchilar, Optimchilar qishlog'i, Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Akalar, bugun video syomka ham haqiqiy zo'r bo'ladi, akalar. Bugun qo'y boqishni bilmayotgan akalar uchun haqiqiy foydali video bo'ladi, akalar. Qo'chqorlar qaranglar, haqiqiy go'zallardan ekan. Bugun biz Bahram akamizni qo'y fermalariga o'tganmiz. Assalomu alaykum Bahram aka. Assalomu alaykum, shukrsiz. Rahmat aka. Xudo xolasa aka, bugun qo'ylar boqish haqida hamma masalalarni o'zingiz aytib berasiz-a? Xudo xolasa qo'ldan kelgancha tushuntirib beramiz aka-ukalarimizga. Qandaydir manfaatli video bo'lsa xursand bo'lamiz. Ikkiridan chikiriga dovib, polda qanday effekt beradi, yerda qanday effekt beradi. Shuni bir solishtirib, o'zimiz mana ko'rib turibsizlar. Holat bayotganmiz. Hamma saralarni qo'ldan kelgancha tushuntirib berishga harakat qilamiz. Gap yo'q aka. Obunachilar haligi bitta odamga o'ylanadi, yerda boqsam yaxshi bo'ladimi yo polda boqsam yaxshi bo'ladimi? Oyog'i qaysi birida og'rimaydi degan obunachilarimiz uchun haqiqiy manfaatli video bo'ladi. Hurmatli mana bu yog'i polda yotib ekan, bu yog'i yerda mana hurmatli mana. Haqiqiy go'zallardan, qo'ylar haqiqiy badanlari ham afshi zo'r. Videoni oxirigacha ko'rib tursangiz, xudo xolasa videoni oxirida sotilgani ham chiqadi shu qo'ylar, hurmatli obunachilar. Qo'chqorlar tozalardan boqqan ekanlar lekin. Aka, buni hashaga yeyishlari, o'xirlari ham mana shu qo'rangiz necha aka qo'ra? Qo'ramizni ichi har xil beda. 230 ga, bu yog'i 2,5 shunaqa. 2,5. Bunisi aytiladigan 170 ga 2,5 har xil. O'rtacha aka 4 ta qo'y necha joyda yotsa bo'ladi obunachilarimiz uchun? 4 ta qilib bo'lib qo'yaman deysiz-a? Keyin o'zi biz bu narsani karantin paytida qilingan. Hop. Karantin paytida qilinganligi uchun ozgina torroq bo'lgan. Ha. O'rta holatda, masalan, pol holati bo'ladigan bo'lsa, 4 ta qo'y, katta qo'y uchun mana shu holat yaxshi. Ya'ni Bu 230 ga 210 примерно. Mana xizmat davomida 230 ga 210 joyda 4 ta qo'ymi dedingizmi? 4 dona, 5 dona qo'y mashina xotirjam. Mana. Kichikroqda 5 ta, katta bo'lganda 4 ta aka. Kichikroqda 6 ta, 7 ta ham sig'adi. Lekin mana bu holatda katta bo'lib ketadigan bo'lsa, mana 2 dona qo'y turibdi. 4 dona qo'yda holatini ko'rish bo'ladi. 5 ta 6 ta kelsa bu yerda tiqilib qoladi. To'g'ri, yotgani qiynaladi. Bunaqa issiq havolarda, ob-havoda hurmatli qo'y isib ketadi haligi. Oyog'i uyushib qolishi, bitirin kasal deydi, har yerda har xil cheraga qarab ketiladi. Oyog'i bunday bo'lib qolishi. Kasal ko'p bo'ladi. Oyoq ko'proq harakat bo'lib tursa, masalan 4 tagacha norma qoladi. Demak, qo'y xotirjam yotsa, qo'yni o'ziga ham foydali bo'lar ekan-da aka. Shunaqa bo'ladi. Gap yo'q aka, lekin haqiqatan hurmatli obunachilar, mana 230 ga 210 joyga xudo xolasa 4 dona qo'y xotirjam yotar ekan. Mana bu yerda 2 ta ekan aka. O'zi 3 ta qo'y norma. Biz 2 ta tashaganmiz bu yerga. Bu yer necha aka? 180 ga 210. Mana hurmatli obunachilar, uzunligi 210, endi 180 ekan. 2 dona qo'y xotirjam, 3 ta dona qo'y xotirjam hashagini yeb yotaverar ekan. Mana haqiqiy qo'ylar badani ham zo'r ekan. 4 ta qo'yganlik qilingan, mana kilitkasini hisobi. Bu haligi buni qo'yib qo'yishdan maqsad nima aka? Buni qo'yib qo'yishdan maqsadki, endi haligi bir-biriga masalan qaysidir bittasi kuchlilik qilishi mumkin. Sal nimjonroq ovqat bermaydi. Hisobida bunday yegasini surganda bunga qadaladi. Hammasi bir xil me'yorda. Hammasi bir xil me'yorda. Bitta qilib qo'ymasdan 4 ta qilib qo'ysa bir-biridan talashib ham haligi nima desa bo'ladi. Bunday bu yog'i yeyilmas ekan, hurmatli obunachilar, lekin haqiqiy manfaatli, foydali video bo'ladi. Hurmatli obunachilar, videoni oxirigacha ko'ringlar mana. Sariq qo'yni boqish, qora qo'yda boqish, polda boqish, yerda boqish, mana hammasidan bor ekan hurmatli obunachilar mana. Bu yerda ham ikkita tozasi bor ekan. Bu ham 4 ta qo'yga moslangan qo'ra ekan, avaymi? Shu 4 ta 5 ta qo'yimizga moslangan bu joylar. Bu yog'i yerda yotgan hurmatli obunachilar mana. Ahmadjon, bu oldin stashka qilingan bo'lgan tagi. Stashka bo'lganligini hisobiga tagi qurilmadi. Tagini tashlab turib, shebin tashladik. Shebin ustidan keyin aplika tashlab tashlaverganmiz. 15 ga 20 kunda masalan tag yomon bo'lib ketsa, biroz aplikani tashlaymiz, qaq-quruq turadi. Haligi bu usti semin bo'lsa, suv yerga kirib ketmas ekan-da. O'sha yerda ko'rsataydi. Ozgina semin joyi bor. Uni 1 metrga olinmagan. uni ash holatda bo'ladi, buni tagi nam turadi. Masalan, buni tagi semin bo'lsa, suv yerga sizib ketmas. Seminni urib tashlab, shebin tashlaganmiz, qancha bo'lsa ham bu tarafini qarang, qaq-quruq. Mana hurmatli obunachilar, rostdan mana bu yerlar sal nam, bu yoqlar changi yotibdi mana hurmatli obunachilar, haqiqatan gap yo'q aka, lekin haqiqiy qo'ylarni zo'r boqqan ekan. Bu yerda nechta aka? Bu yerda 10 bosh hozircha. O'zi ofshi soni nechta qo'ylaringizda aka? Bu yerda hozir 30 bosh bo'yatganmiz. 30 bosh haqiqiy. Yarmi shu go'sht yo'nalishi bo'yicha qurollikka atabani qilganmiz. Yarmisi naslchilikka. Yarmisi naslchilik, 15 dona go'sht yo'nalishiga, 15 dona zotga hurmatli obunachilar, lekin qo'chqorlarni haqiqiy Qirg'izistondan bitta terab kelganman. Ahmadjon, obunachilaringizga ko'rsating deb chaqirdilar akalar, lekin qo'chqorlar haqiqiy go'zallardan ekan. Aka, haligi bitta obunachilarimiz
qo'y olishni ham qanaqa qo'ylar olishimiz kerak deyishadi-da. Kommentariyada o'sha yozib ketishadi. Shunga nima maslahat berasiz aka? So'z isboti bilan bo'lsa, ichkariga shunday ko'rsataman obunachilarga. Bo'ldi aka mana. Mana hurmatli obunachilar, haqiqiy go'zallardan ekanligi. Obunachilar. Qo'chqorlar qaranglar. Qo'chqorlarga bittadan like bosib qo'yinglar, hurmat. Mana boshqa qo'chqorimiz. Mashalloh, mana qo'chqor qaranglar. Mana birinchi navbatda e'tibor berishadigani bu holat mana garbonosga e'tibor qilsin mana. Garbonos quloq joylashuvlari i rangi. I bu sveti. Ha, mana. Oq yuz, bu tonini qarang, soni ham chiroyli mana. Chiroyli. I dumbasiga e'tibor berishsiz mana. Dumbani ko'ryapsizmi? Mana obunachi dumba ham dakan. Hozirgi kunda masalan arashanda ko'pchilik ishqiboz bo'lishyapti. Arashanda asli kelib chiqishi men ham yaxshi bilmayman. Internetdan qidirib ko'rdim. O'zimizni toza hisori bilan afg'on qo'y chachishmasidan kelib chiqqan ekan. Afg'on qo'y bilan hisori qo'ydi tozasidan chachishtirilgan haligi arashan qo'y paydo bo'lgan-a. Hozir mana shu dumbasini ko'rsangiz, afg'on dumbasiga o'xshagan. Arashanga afg'on chachishtirilgan varianti bu. Gap yo'q aka, lekin haqiqiy hali mana qo'zi. Obunachilar hali qo'zi. Kilosi necha kilo keladi aka buni? Tortib ko'rmaganmiz, bir 80-90 bersa kerak, xudo xohlasa. 90 kilo kelsa kerak aka, lekin badani ham zo'r ekan mana, hurmatli obunachilar. Shu kastaklari mana, joylashuvlari. Oyoqlari ham o'ta baquvvat ekan, lekin haqiqiy toza mana, hurmatli obunachilar. Hop, iloji boricha qimmatroq bo'lsa ham yaxshi qo'yni olishsin deganda aka, bir so'z bilan aytganda. Obunachilar lekin aka, hop bayda bir savol bor, bu yerda qora qo'ylar ham bor ekanda aka. Qaysi birini o'zgarishi yaxshi aka? Hop, go'sht yo'nalishiga bo'ladigan bo'lsa, qora qo'ylarimiz yaxshi. Lekin naslchilikka keladigan bo'lsa, uzoq vaqt kerak bo'ladi. Bu qo'ylarimiz masalan, oktyabr, sentyabr oylarida 4 oy, 5 oyligida kichkina qo'ziligida olganmiz. 8 oy, masalan 7 oy shunaqa atrofida boqayotganmiz hozir. Buni endi asosan iyul bilan avgust oyida o'sha urug' sezon boshlangan. Gap yo'q aka. Lekin go'sht yo'nalishiga bo'lsa qora qo'y akalar yaxshi semir ekan, zot yo'nalishiga mono qo'ylar aka, haqiqiy gavdasi o'sib katta qo'y bo'lar ekan aka. Haqiqiy kanalga bittadan obuna bo'lib qo'yinglar, hurmatli obunachilar. Xudo xohlasa sizlar uchun manfaatli video bo'ladi bu kanalda akalar. Mana qo'chqorimiz ham. Qo'chqor qaranglar, mana haqiqiy tozasi mana. Mana tozalarni. Qo'chqor toza arashan qo'ylardan. Liniyasi bor deb aytolmaymiz. Biz ham shu Qirg'izistonda o'tgan qo'ylarni terib olganmiz. Mana garbonos qarang. Mana garbonosdan qarang. Garbonos quloq joylashuvlari tozasi ekan aka mana. Qo'chqor dumbalar dakansa ekan aka lekin. Qo'chqoringiz badani ham aka o'ta semiz ekan va aka. Yaxshi, xudo xolasa mana. Gap yo'q aka. Lekin haqiqiy qo'chqorlarni udor boqib qo'ygan ekansiz aka. Hop, go'sht yo'nalishida bo'lsa qora qo'ydi, zot yo'nalishida bo'lsa sariq qo'ydi boqishni maslahat berasiz aka. Gap yo'q aka. Mana qo'ydi tanlashda obunachilar yana bir mana aka. Qo'ydi holati mana qarang. Quloq joylashuvi, oq yuz, o'ta chiroyli. Mana. Lekin bitta minus tarafi qo'y kaltaroq ozgina. Akalar mana rostdan ham sal kaltaroq ekan mana. Sifat zo'r. Sifat, dumbalar bezlari, haligi yuzlari ham toza ekan lekin. Hop, bitta aybi. Mana shu holatdagi qo'y prosta ozgina uzunroq bo'lishi kerak. Ozgina uzunroq. Kaltaligi bor buni. Gap yo'q aka, lekin haqiqiy obunachilar uchun haqiqiy manfaatli video bo'lar ekan akalar. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar, xudo xolasa aka. Akalar mana ash qo'ylarning sherigi. Bu yerda soni 7 dona, u yoqda 23 tasi mana. Haqiqiy tozalari mana. Qo'chqorlarga qaranglar. Bitta yig'ilgan joyidan mana hurmatli obunachilar. Hop, aka ularni bitta ikkita sotiladi dedik aka, ha deb turing. Sotiladiganlari ham bor. Hop, zotga qo'ylardan sotaverasiz, go'shtga qo'ylardan sotilaveradi aka? Go'shtli qo'ylar, zotlilarda endi xabarlar chiqsa, masalan, telefon qilsa, nomerlar qo'yib ketamiz. Kelish bo'lsa sotamiz. Gap yo'q aka. Akalar videoni oxirigacha ko'rib tursalar, xudo xolasa oxirida qurbonligiga qo'y so'yaman degan obunachilar uchun mana. O'zlaring ko'ribsizlar, joylari mana toza joyda yotibdi. Hashtag yeyotganlari, yem yeyotganlar hammasini ko'rsatib beramiz, xudo xolasa mana. Nima yeyotganligini ko'rasizlar, hurmatli obunachilar. Yo'qsa ekrandagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Aka, ular hashtagda qanaqa hashtag edi? Hashtagda moshpris beramiz. Qarang. Moshpris mana hurmatli obunachilar. Jodida 40 qilar ekan mana hurmatli. 40 qilgani mana shu. Mana shu moshpris ekan hurmatli obunachilar. Quruq beramiz hozir bu yerda. Qishki kunida biz oldin makkamni bug'doyda qaynatib berilgan. Endi hozirgi kunga kelib o'zi aynib qolib, atravlana bo'lish holatlari kuzatish mumkinligi uchun biz buni nima bo'ladi? Chiqarib quruqda beramiz. Makkani ham shu yarma qilib chiqaramiz. Bug'doyni ham shu ezg'ilangan holatda. Agarki bug'doyni ko'pchilik masalan bilishlari mumkin, bilmasliklari ham mumkin. Bug'doyni shunday quruqcha berib qo'yiladigan bo'lsa, oshqozonga tushgandan keyin orqasidan suv ichgandan keyin oshqozon press bo'lib
Pishadi, bug'doy pishadi-da, ha. Pishadi. Hisobida oshqozon pirisi ushlab qolishi mumkin. Ha, u degani bo'kib qolgan-da aka unda. Bo'kadi, pichoq davosi. Ha, davosi pichoq. Ana obunachilar, hop xudo xolasa bug'doyni ham haligi yarma qildirib aka. Yarma, ha, shu haligi suvda ozgina namlattirib ezg'ilatilar, pachaqlatlar. Ha, haligi yarma qiladigan joyga olib borsalar o'zlari yarma qilib berishadi. Makkani ham shunaqa qiladimi aka? Makkani yarma qilib chiqaramiz o'zimiz. Akalar mana bug'doy bilan makka boshqa narsa yemaydi aka? Yemiga. Akalar bug'doy bilan makkani yarma qilinganini yerkan, kuniga bular qanchadan yemaydi aka? 30 ta qo'yingiz. Holatda shu 450 gram, 500 gram atrofida yeydi. Yarim kilodan bir mahalgami yo? Bir mahaliga ertalab masalan 400 gram, 450 gram, 500 gram, biz kechqurunlikka xuddi shu holat. Hurmatli obunachilar, bitta qo'y bir kunda 1 kilo yem yerkan-da aka. 1 gram 1 kilo atrofida yeydi. Mana hurmatli obunachilar, haqiqiy yemlarni ham bitta yemlarni ham ko'rsatib qo'yaylik aka. Ketib ko'rsat. Akalar mana bug'doyni mana qanday qilib yarma qilinar ekan, tuydirilgan ekan aka bu. Ha, buni o'sha o'zi tuydiriladigan joyi bor. Bu yerga suv bilan ozgina namlab olinadi. Ikkigina apparati bor, apparatida ezg'ilab chiqarib beradi. Ha, akalar mana buni yesa haligi shishib ketmaydi aka, to'g'rimi? Oshqozonda o'sha haligi masalan xamir bo'lib yoki boshqa bo'lib pirslanib qolmaydi. Pirslanib qolmaydi, gap yo'q. Makkamiz endi bu. Makkamiz ham mana holatda yarma qilib chiqaramiz. Yarma qilinar ekan mana. Hazm bo'lishi oson bo'ladi. Qo'yda qandaydir qanchadir miqdorda bir yordam. To'g'ri aka, gap yo'q. Lekin haqiqiy go'zallardan aka. Aka bu qo'ylaringiz polda yotibdi ekan, bitta ikkita odamlar aytadi, polda oyog'i og'rib qoladi, tirnog'i o'sib ketadi deyshadi. Bu rostmi aka? Tirnog'i o'sishi rost. Tirnog'i o'sib ketadi. 1 oyda, 1,5 oyda o'zimiz shu tirnog'ini kesib turamiz. Lekin oyoq og'riq masalasiga kelinadigan, mana oyoq og'riq yaqinda keldi, o'tgan yildan bir. Oldin oyoq og'riq qo'yib. Yashirilma degan kasallik keldi. Undan oldingacha hech qanaqa oyoq og'riq bo'lmagan. Karantin payti 20-yil qurilgan, 2020-yil. 2020-yil qora bitgan ekan. Aka bu qanchalikka bitgan aka, bu sir bo'lmasa? O'sha mahalda men chet elda bo'lganman, Koreyada bo'lganman. O'shaning uchun qancha ketganini to'g'ri bilmayman. Lekin qora haqiqiy shinam zo'r bo'lgan ekan aka, mana. Haqiqiy mana yo'laklari necha aka bu yerda? Yo'laklari shu 120 bo'lsa kerak adashmasam. 120, rostdan ham 120 ekan akalar. Mana bu yerda tirnog'ini kesib tursa bo'ldi, oyoq og'riq bo'lmaydi. Oyoq og'riq bo'lmagan. Yo'qib qolmasa bo'lmaydi. Yo'q, bozordan shunda qandaydir kasallik yoki boshqa narsa yuqtirib kelinmasa bo'lmaydi. Mana akalar, o'zidan o'zi bo'lib qolmas ekan. Lekin bu yog'ida yerda boqyapsiz ekan aka. Yerda boqishimiz sababi bor-da. Hozirgi kunda buni oyoq og'riq kasallik keldi-ku. Shuni hisobida bu yerda ham qoldi oyoq og'riq boshlandi. Boshlandi bu yerda. Nimaga? Oyoq og'riq endi masalan bozordan keladi, yoki bozorga olib chiqqan qaytarib kelishi mumkin. Shuni hisobida yuqib qolib bu yerda qo'ylarga ham o'sha bilinyapti. Buni bir poprobiya qilib ko'rdik. Hop, yerda yotsa oyog'i haligi og'rib qolmayaptimi? Oyoq og'rish shunaqa narsalar kuzatilgani yo'q. Shuning uchun bu yog'ini ham hozircha biz mo'ljallab turibmiz. Qurollikdan keyin yerga poldab tashlasa bo'ladida. Tashlab turib yerga tushiramiz ham. Hop, haligi buni yerda quruq bo'lsa og'rimaydi aka. Hech qanaqa kasallik bo'lmaydi. Lekin agar tagi ho'l bo'lib ketsa bo'lishi mumkin. Ho'l bo'lib ketsa, gripo kasalligi bor, oyoq og'riq kasalliklari bor, boshqa kasalliklar kelib chiqaveradi. Ho'l bo'lmasdan qap quruq bo'lib tursa aka, yerda ham zot bo'lsa bo'lar ekan aka. Asosiy haligi negisi yerda bo'lar ekan. Akalar mana xudo xolasa qo'ylaringni tagi quruq tursa, haligi ho'l bo'lib ketsa, apilka so'yib qo'yaman dedingizmi aka? So'yib qo'yaman, apilkada shuni o'zi qurib oladi, ketadi. Bo'lmasa akalar, mana bor-ku, yozda masalan changib ketadi taglari, shipira olib qo'ysalar ham bo'laveradi akalar. Keyin qishda buni tagi asosan qishda nam bo'lib ketadi aka. Qishda nam bo'lib ketadi. Masalan, yozgi kunda qurigan go'ngni qoplab olib qo'yishsa, qish kunda obratno o'ziga tashlashadi yana. To'g'ri aka. Akalar mana yozgi kunda qoplab olib qo'ysalaring, qishki kunida xudo xolsa ne sevaverasizlar, qap-quruq bo'laveradi. Lekin